La popolazione dell'Uzbekistan si sta avvicinando ai 40 milioni di abitanti e continua O'zbekiston aholisi qariyb 40 million nafarga yetdi. Aholining asosiy qismini yoshlar tashkil etadi va har yili mehnat bozoriga 100 minglab yangi mutaxassislar kirib kelmoqda. Shu bois mamlakatda aholini kasbga o'qitish, xorijiy tillarga tayyorlash va xalqaro mehnat bozori talablariga mos kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Italiya ham ana shunday istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Mamlakatda ishchi kuchi yetishmasligi kuzatilmoqda va shu munosabat bilan 2026-2028 yillarga mo'ljallangan Decreto Flussi dasturi doirasida 500 ming nafargacha xorijlik ishchini qonuniy jalb etish rejalashtirilgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, mazkur jarayonning samarasi eng avvalo davlat idoralari o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri va shaffof hamkorlikka bog'liq. In questo momento sicuramente il mio ruolo è quello di fare in modo che venga instaurato un canale semplice, trasparente e diretto con le autorità uzbeke per fare in modo che questa manodopera possa entrare in contatto con i giusti partner in Italia. Bizning vazifamiz Italiya ish beruvchilari va O'zbekistonning vakolatli davlat tashkilotlari, xususan migratsiya agentligi o'rtasida oddiy, shaffof va to'g'ridan-to'g'ri hamkorlik kanalini yo'lga qo'yishdir. Eng muhimi, barcha jarayonlar qonuniy asosda amalga oshirilishi kerak. Chunki mehnat migratsiyasi ortida katta ma'muriy va huquqiy jarayonlar mavjud va ular faqat vakolatli idoralar orqali amalga oshirilishi lozim. Biz hukumatlar o'rtasida erishilgan kelishuvlardan samarali foydalanishimiz zarur. Bu tizim orqali ishchilar o'z mamlakatining o'zida tayyorlanadi, sertifikat oladi va ish beruvchi uning malakasi haqida oldindan to'liq ma'lumotga ega bo'ladi. Mening asosiy murojaatim shuki, biz bu loyihalarni amalga oshirishga tayyormiz. Masofadan qo'rqishga hojat yo'q. Bugun ko'plab o'zbekistonliklar Italiyada ta'lim olishmoqda. Shuningdek, Italiyaning 3 ta universiteti O'zbekistonda qo'shma ta'lim dasturlarini amalga oshirmoqda. O'zbekistonliklar Italiyani yaxshi biladi va hurmat qiladi. Bu hamkorlik har ikki mamlakat uchun manfaatli bo'ladi. L'Uzbekistan ha maturato negli ultimi anni una significativa esperienza. So'nggi yillarda O'zbekiston xalqaro mehnat bozori uchun kadrlar tayyorlash tizimini izchil takomillashtirdi. Mehnat migratsiyasi dasturlari doirasida fuqarolar kasbiy tayyorgarlik, xorijiy tillar va mamlakatlar talablariga mos o'quv kurslaridan o'tmoqda. Bu tajriba Italiya bilan hamkorlikni yanada kengaytirish, o'zbekistonlik fuqarolarning qonuniy va xavfsiz mehnat faoliyatini ta'minlashga xizmat qilishi kutilmoqda.